Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun Shukrulloxon Gaming kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan obunachilarimizning akkauntini ko'rib chiqamiz. Video yoqsa pastga tushib, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang va kommentariyaga IDingizni yozib ketsangiz, keyingi videoda sizning ham akkauntingizni obzor qilamiz. Mana birinchi akkauntimizni ko'ramiz. Mana birinchi obunachimizning IDsini ko'ramiz. Mana bu 5218 323 mana shu ID. Niki XW Shavkatov ekan. Buni tashlab qo'yamiz. Akkauntga kirsak 416 o'zi bir xil skinlar dasajeniyadagi. Mana bu qum quroli dachasi bor ekan. Normal akkaunt ekan, o'ynasa bo'ladi. 412 like. Kolleksioneriga kirsak, kolleksioneri 23 ekan. Xaznaga kirsak, bitta mushigi bor ekan. Kaskalari ham normaldi. Ikkita mushik bosh kiyimi bor ekan. Qolganlari oddiy default. Bitta buga bor ekan. Tedanga bor ekan faqat. Qurollari ham 416 ga bor, Grozaga bor. M24 ga 3 ta, AVM ga bitta. Xullas normal akkaunt. Endi ikkinchi akkauntimizga o'tamiz. Ikkinchi akkauntimizning IDsi mana bu bo'ladi. Ikkinchi akkauntimizning niklari Desrojiddin, durni tashlab qo'yamiz. Xirto'rurin ekan. Kirishimiz bilan M416 ga ajoyib skin kutib olmoqda bizni. Do'stona sport degan. Kolleksioneriga bo'ldi. Kolleksioneri 19 ekan. G'aznasida esa temifik kiyim yo'q. Barisiklda legendarniy kiyimi. Bu yerda normalliklar yo'q. Hammada bor default kiyimlar. Mana bu bor ekan. Do'stlar, normallik o'ynasa bo'ladi. Akkauntda TDMga o'ynasa, eplashtirib o'ynasa bo'ladi. Mana u ham bor ekan. Bemalol TDMga eplashtirib o'ynasa bo'ladi, do'stlar. Ol bo'lsa ko'p bo'ladi. Moshina skinlar bitta bu bor ekan. Sedanga ham skin yo'q. Bug bo'lib qolgan. Default avtomatlarga skin M416 ga, Grozaga bor, Honey Badgetga bor. Bu yerdan M24 ga 2 ta, buga bor ekan. Buni ham tushiryapti. Bundan DBS ga bor ekan. Endi 3-obunachimizning akkauntiga o'tamiz. 3-obunachimizning akkaunti mana bu ekan, do'stlar. Obunachimizning niki BKS XPH ekan. Ko'rsak, vertolyot va mana bu kiyim SKS kutib olgan. Bu yerni olib qo'ygan ekan. Kolleksioneriga kirsak 12. G'aznasiga kirsak hammada bor oddiy default kiyimlar ekan. Hammada bor oddiy default. Mashinalarga skin yo'q, avtomatlarga skin. Bitta Karekka bor, SKS ga bor. Akkaunt 1 yildan beri o'ynaladi ekan. Nargi akkauntlarimiz necha beri o'ynalishini ko'rmabmiz. Hozir bu akkauntimiz 3 yildan beri o'ynaladi ekan. Bu akkauntimiz XW Shavkatov akkaunti esa 7 oydan beri o'ynalar ekan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Kommentariyaga IDingizni yozib qoldirsangiz, keyingi videoda sizning akkauntingiz ham chiqishi mumkin.